Yo, hammanglarga assalom do'stlar. Sizlar bilan o'sha Riyaziyot kanali va bugungi videorolikimizda mana shu qishlog'imizni endi noldan kuchaytiramiz. Do'stlar, men haqiqiy Minecraft tortdim, ya'ni haqiqiysini. Craftman o'ynardim, u Craftmanni o'chirib yubordim, chunki nimagaligini bilmadim. Craftmanni o'chirib yubordim. Endi bu qishlog'imizni noldan kuchaytiramiz. Endi bunga men devor qurgim kelmayapti. Biz devor qurgim kelmayapti. Birinchi o'rinda nima qilamiz? Birinchi o'rinda avtomatik fermalar kerak emas, chunki bu yerda qishloqlar bor. Qishloqlar so'rashib qo'yinglar. So'rashib qo'yinglar. So'rash deyapman. So'rash. Burni katta jitellar. So'rash. So'rash. Mana bu yerda plus rasm bor. Mana buni da ko'rsataman. Hozir men yo'qolib olsin. Mana plus bor. Ana shu plusda hozir nima qobiliyatni ko'rsataman qarang. Plusni ustiga bitta bostirib, bitta bolt ustiga bossanglar, qo'lingizda paydo bo'lib qoladi. Ana shunisi haqiqiy Minecraftda mana shu narsa qulay. Qarang, misol let's go do'stlar. Birinchi o'rinda men o'tgangi qismda bunaqa narsa quraman dedim, lekin o'chirib yubordim. Men ya'ni bunaqa narsa qurmoqchiman hozir. Ko'rsataman. Bizga birinchi bo'lib asalari in qilmoqchiman, asalarni anaqasini inini qilmoqchiman. Biz lekin oddiy daraxtga in qilmaymiz, texnologiya inlardan qilamiz. Bizga birinchi bo'lib mana shu anaqa sport kerak, ya'ni mana shu va asalarlarni inini olamiz va bunday qo'yamiz. Bizga bunday kerak. Vatan bunday kerak bizga. Cho'qin sinadi. Bizga unday emas. Mashina bo'lyapti, sizlarga aytaman, har doim aytganman, hozir ham aytaman. Nima bu? Kim edi bu? Olay. Yo'q, tush. Tushdimi? Bu tushlar ekan. Tushga yo'q ekan. Bo'pti. Hech narsa qilmaydi. Mana ikkita qilamiz. Bunday. Yo'q, bunday emas. Detski qilmaymiz biz. Qaranglar. Hozir sizlarga udarda o'rgataman. Olasizlar. Yarimtalik blok kerak. Qaranglar. Yodda olinglar, daftar olinglar. Yarimtalik blok va mana taxta kerak. Rishotka. O'zim tushdim. Bitta rishotka bu yerga. Bitta rishotka bu yerga emas, bu yerga. Va mana bu yerga. Va mashina uchib qoladi, ko'ryapsizlarmi? Mashqatoni qilmashinglar uchun yana bitta qo'yib chiqasizlar. Endi uchmaydi, ko'ryapsizlarmi? Texnologiya bu, texnologiya. Bunday qilib chiqasizlar endi. Haqiqiylardan qilamiz endi. Kommentariyaga yozib ketinglar, yana nimalar quraylik. Davay endi. Arlar tepasini yopib qo'yamiz endi. Mana bunday ochib qo'yamiz, yomg'ir yoqqanida bunday yopib qo'yamiz. Ko'proq qilamiz bundan. Daftar yozib olasizlarmi? Bu kartda endi ko'p yomg'ir yog'masa kerak, endi to'ydirib olmasa kerak biz yomg'ir. Bunda ish qilib yomg'ir ko'p yog'masin-da. Oros ochilgan. Shaqqa. Ko'proq baqamizmikin bu. Bu yerda ko'proq baqamiz shekilli. Majbur qilishdi. Voy, matiga musir bo'ldi-yu. Mayli, hech narsa qilmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Nima haqqing bor ochilishga? Mana illarimiz tayyor. Matni bunday ochib qo'yamiz, masalan. O'z mashinani rostdan ochib qo'yish kerak. Masalan, mashinalarni ochib qo'yish kerak.
Sizlarga har doim bitta zo'r cheat bu cheat. Bugun akam bilan o'ynayotgandik. Bitta kirsak, ana qilib qoldi. Kamera mod ulabdi. Do'stlarim ishladi kamera mod. Bo'ldi. Va shunday chatga kiramiz, vremyaga kiramiz, denga kiramiz. Shunday qilsak, ular ey deb yonadi. Sport ko'p o'ynaycha keladi. Endi bularni monitorimizda udalik qilamiz. 6 sekund. Endi arin tuxumi kerak. Biz unchalik qiynalmaymiz, chunki yangi versiyalarda kim bilsa mana shunaqa qilib qo'yishgan. Qo'liga rahmat. Qilgan bo'lsin. Ko'proq qilamiz, ko'proq. Ko'proq zarur bizga, ko'proq. Mana ingan. Bo'ldi mana problemami? Ular endi o'zlari gul qaytdan bo'lsa ham meni ishim emas bu gul topish. O'zlari mana yerda gul bor ekan. Mana shu gullar uzadimi? Bilmadim. Shunday qilamiz. Plusni bosamiz. Buni ham qilamiz. Plusni bosamiz, buni qilamiz va bular daydimashligi uchun yonlariga bekib qo'yamiz. Gulzor qilib qo'yamiz mana. Ale, zo'rmi taktika? Mashina yozmabsizlar, mashina yozganlarda rahmat deyardim. Mashina yozmabsizlar-da, niyaga keldimi mashina? Tez yo'la to'ldirib bo'ldimi buni? Yo'qmayo, tez yo'la to'ldirib bo'pti. Mana. Mana gul qilib qo'ydim o'zi ham. Gulzor o'tdi. Gulzor. Endi daydib kirisha oladimki iniga. Iniga daydib kirisha oladimi? Savol bor shunaqa. Daydib kirisha oladimi iniga? Bu ham meni problemam emas. O'zlar to'ysa o'zlar kiradi-da. Kirsa-da, tezroq bittasi. Ana kirisharkan bo'ldi. Topildi kirisharkan. Bo'ldi, problema hal. Endi mana jitellarda pastga tushamiz. 8 minutlik video bo'pti. Lekin men ko'proq video qilaman bugun. Yana nima quray? Yana nima qursam bo'ladi? Kelar bugunchalik mana shu arlarni ko'paytiraymi? Arlar bunchalik ko'paytirgim kelmayapti. O'zi mashlarim yetadi. Arlarim kamayib ketib qolishdimi yoki Ashrosalam idishini olib qo'yaymikin. Meni problemam emas. Problema meniki emas. Meni problemam emas bu. Shunga endi daydib yuraveramiz. Nima qursak bo'ladi? Bu yer ham tekis, ham bu yer tekis. Mana ko'rganinglardek. Tekizlab o'tirmayman, mana matlarni tekis. Shuning uchun mana bu yerga men nimadir qurmoqchiman. Bu yerga nima qursam bo'ladi? Bu yerga yerlar qafas quramiz. Ferma quramiz. Oddiy anaqa emas. Bu hayvonlarga ferma. Ferma quramiz. Keyingi qismlarda zoopark quramiz. Keyingi qismlarda ko'rsanglar zoopark quramiz. Ya'ni hayvonot bog'i o'zbekchasiga.
hozir videoni keyinroq yoqaman. Xo'sh do'stlar, mana qilib bo'ldim va men mana bu olaman. Suv kerak bo'ladi va bizga samon kerak bo'ladi. Samon qayerda u? Samonmi? Shamonmi? Qayerda u samon? Samon bo'ladi. Samon ekan. Market. Samonlarni deb qo'yamiz. Samonlarni to'rtta qilib fermada terib qo'yaylik. Dekoratsiya. Allasini deb qo'yamiz bo'ldi. Va endi bularni atiga pishirib qo'yamiz. Ne qilamiz? Samon qo'yib qo'yamiz. G'azishadi va mana bu yerga kim bilsa bilmasin, bilmasa bilmasin. Uzurlar. Ikishaveradi. Endi qo'yvatchalar. Silchi ukam, silchi. Haqiq silyapsan. Silmagin, silmay uka haqiq silyapsan. Kirasanlar, hammang silchi otsanlar. Kim qaramayapti ularga? Kim yordamlayman? Narimayapti? O'qmoq. Qayerga o'qyapti? Voy, bitta qo'shib qolaman. O'tolmayapsanmi? Bir aytishgan. Ayama disko. O'tib qoldingmi? Sakra yana. Raqsga tush. Nimaligini tushatdingmi? Raqsga tush endi. Qarang, yana bitta texnologiya o'rgataman. Shuni olasizlar. Bo'lsanglar, shunday rangga kirasizlar. Masalan, shu rang eng topiladiganlardan biri. Shunga bosasizlar qarang. Ana! Deb qolasizlar. Keyingi qismda yana o'zim o'yladim. Hovuz quramiz. Bizi qo'ylarimiz har xil rangli. Oqlar yo'q, bu yerda oq rangli qo'ylar yo'q. Qo'yimiz qochib qoldi. Hatdan qochdi. Gideydan qochdi. Mana arlarimiz ishlayaptimikan? Hani mashlar kirsa ishlayotgan bo'ladi. G'ilaylar ko'ryaptimi? Uchtu bilmagan. Ishlayapti. Kanishni ona ham bo'ldi, ishlayapti. Daydi qayerda yurib o'zi bilmayapti qayerda yurayotgan. Unda oldi. Xo'sh do'stlar, bugungi videomiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Like, obuna bosish esdan chiqmasin. Hammaga xayr do'stlar.